Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Qo'yliq Vodipitaydan. Ko'rishingiz mumkin. Toshkent Moskva kassasi. Adresimiz har doimgidek Qo'yliq Vodipitayga. Andijon, Qo'qon, Farg'ona pitagida joylashganmiz. Avtobuslar O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan resmi avtobuslar. Ko'rsatib o'taman. Joylashaveramiz. Hammaga mesta yetarli. Avtobuslar komfort. Har bir sidyeniyada zaryadnilar bor. Monitorlarimiz ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. 50 ta mesta 48 odamsizlar. Bemalol ikkita joy, 3 ta oshib qoladi. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiraman. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. 94li 3074001, 98li 3074001, 90li 27401. O'tiringlar. 50 ta mesta. Adresimiz Qo'yliq Vodipitayga. Reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tyapti. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Moskva metro Katennikigacha primoy boriladi. Qayerdan o'tiryapsizlar endi? Saratov. Qo'yliq Vodipitaydan chiqdinglarmi? Qo'yliq Vodipitaydan yuriladi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin.